Ya unaqa bo'lmaydi-da. Mana men aytmoqchi bo'lgan narsa mana uyingizda e'tibor bergan bo'lsangiz, radiator, smesichel, kotyollarda atroflarida oq qatlam, ya'ni nakib paydo bo'lib qoladi. Mana shu narsa vaqt o'tgani sari birinchidan tozalash ham uni qiyin bo'lib qoladi. Qo'shimchasiga mana shu qurilmalarni ishdan chiqishiga, yana ham chuquraytiradigan bo'lsa, umuman tizimni ishdan chiqarib yuborishiga ham sababchi bo'lishi mumkin-da. Men aytayotgan qurilma bo'lsa, mana shu muammolarga zo'r yechim bo'ladi. Biz hozir aytib o'tgan qurilmalardagi oq qatlam, ya'ni nakiblardan himoya qilish uchun ushbu filtr eng zo'r yechim hisoblanadi. Ushbu filtrimizning ichida maxsus mikroprotsessor o'rnatilgan va u suv oqimi hamda kristallarni doimiy avtomatik tarzda nazorat qilib boradi. Bu filtrimizning yana bir yaxshi tomoni, ichida ikkita servomotor o'rnatilgan bo'lib, bittasi ortiqcha kristallarni chiqarish uchun ishlasa, ikkinchisi katodni tozalash uchun xizmat qiladi. Shu bois siz bu filtrni qayta yoki tez-tez tekshirishingiz shart emas. Ekologik xavfsiz, energiya tejovchi va suv sifatini o'zgartirmaydigan va eng muhimi o'rnatish juda ham oson bo'lgan Biostat Kombimat filtrimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qildik. Agarda sizlarni yana qiziqtirgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohda yozib qoldiringlar va biz yana ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni esa yaqinlarga ham ulashib qo'yinglar, chunki aynan shunaqa filtrlarni qidirib yurgan bo'lishligi mumkin. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sababi oldinda bundan da qiziqarli va foydali videolar sizni kutmoqda.